Beruniy, Xorazmiy, Farg'oniy kabi allomalar rostdan ham fors yoki tojik millatiga mansub bo'lganmi? Gap shundaki, Xorazmiy va Beruniyni hech qanday holatda fors yoki tojik deb hisoblab bo'lmaydi. Xorazmda fors tili hech qachon so'zlashuv tili bo'lmagan va bu shaxslar uchun ham ona tili hisoblanmagan. Barcha tarixiy shaxslarni forslar deb atash tendensiyasi g'arb ilm fanida stereotip sifatida shakllangan. Go'yoki Markaziy Osiyo Eronning bir qismi bo'lgan, fors madaniyati ta'sirida bo'lgan va shu sababli mintaqadagi barcha davlatlar va tarixiy shaxslarni forslar deb atash kerak. Biroq shaxsning kelib chiqishi turkiy yoki boshqa xalqlar bilan bog'liqligi ma'lum bo'lsa ham, ularni baribir forslar qatoriga qo'shishgan. Bu mazkur mintaqada aynan fors madaniyati va madaniy assimilyatsiya ustunlik qilgan degan ishonch bilan izohlanadi. Bu ta'sir uchun hatto maxsus atama ham mavjud. Persianate World. Shu sababli agar siz Mahmud G'aznaviy, Amir Temur yoki ularning imperiyalari forsiy bo'lgan yoki Persianate'ga mansub bo'lgan degan fikrlarga duch kelsangiz, hayron bo'lmang, deb yozadi tarixchi va tilshunos Eldar Asanov. Biroq Beruniy, Xorazmiy, Forobiy yoki Farg'oniy kabi olimlarni forslar deb atash hatto fors madaniyati ta'siri tushunchasining o'zi nuqtai nazaridan ham xatodir. Chunki ular fors tilini ijodda ham kundalik hayotda ham deyarli qo'llamaganlar, balki uni asosiy darajada bilganlar xolos. Ularning madaniy muhiti butunlay arabcha bo'lib, ular arab sivilizatsiyasining bir qismi edilar. Ibn Sinoga kelsak, uning holati boshqacha. U haqiqatdan ham forsiy zabon muhitda yashagan, fors tilida asarlar yaratgan va ehtimol bu til uning uchun ona tili bo'lgan. Somoniylar davridagi Buxoroda tug'ilib o'sgan Ibn Sino tabiiy ravishda fors tilida so'zlashuvchi bo'lib shakllangan. Xuddi bugungi kunda Buxoroda tug'ilgan ko'plab o'zbeklar tojik tilida gaplashgani kabi. Umuman olganda esa tojiklar va o'zbeklar ildizlari asrlar qa'riga cho'zilgan. Umumiy tarix, madaniy va ajdodlar donoligi bilan chambarchas bog'langan ulkan daraxtning ikki shoxidir. Ularning buyuk olimlari, shoirlari va mutafakkirlari butun sharqni yoritgan nur bo'lib, har ikki xalq faxrlanishga haqli bo'lgan merosdir. Zero bu meros chegaralar emas, balki qalblar mulkidir.